Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun olma daraxtiga payvand qo'yayapmiz. Iskana payvand. Mana yoshi 5 yoshlik olma. O'rtadagi shoxini kesib tashladik va 4 yoniga chiqqan 4 ta shoxiga hozirda payvand qo'yayapmiz. Qora olma qalamchasini Namanganlik Umarjon ustoz berib yuboribdi. Shuni hozirda payvand qilamiz. Bizga mana bu yo'g'on shoxlarini kesishga mana bu arradan foydalanyapmiz. Bog'bonlar uchun juda bir qulay instrument ekan mana. Kesishi juda zo'r, ajoyib. Qalamchamizni mana shunaqa ikki yonini tekis qilib pichoqda kesib olamiz. O'tkir bo'lishi kerak pichoq mana. Va buni joylashtiramiz mana. Joylashganda ham postlog'iga to'g'ri kelish kerak. Payvanddagi eng muhim joy mana shu joy. Mana shu joyni to'g'ri keltirib olsa, payvand 100% tutadi. Hozir bu yonboshiga ham bitta joylashtiramiz va salofan bilan mahkam qilib bog'lab qo'yamiz.